Qara, jahl qilib chiqib ketdi o'zicha menga. Ana kuni eringni ko'rdim. Mashinasiga o'tirdim. Eringligini bilmagandim. Gapga solib ko'rdim. U yoqdan bu yoqdan gapirib ko'rdim. Bilasanmi nima dedilar? Nima dedilar? Singlim oilalimisiz deb so'radilar. Turmush qurganmisiz dedilar. Oilam buzilib ketganini, ajrashib ketganimni aytdim. Keyin ular o'zlarining oilasi haqida gapirib berdilar. Oilalariga qanaqa vafodorligi, bolalarni qanaqa yaxshi ko'rishlarini, ayolini qanaqa hurmat qilishlarini menga aytib berdilar. Oila muqaddasligini tushuntirdilar menga. Shu topgan tutganimni hammasi oilamniki, farzandlarimniki deb aytdilar. Boshqa ayol topib, boshqalar bilan gaplashib yuradigan erkak emasman deb aytdilar. Yoki boshqasiga uylanib, ularga topgan tutganimni sarflaydigan erkak emasman deb aytdilar menga. Sevinch. Sani rost yaxshi ko'rishlarini aytdilar. Bolalarni qanaqa yaxshi ko'rishlarini aytdilar. Sani qara, nolishingni kam topsalar ham barakasi bor Sevinch. Boshqalarni qaragan, ko'p pul topib, boshqa ayollar bilan yuribdi. Boshqalarga pulini sarflab yuribdi. Asani ering bo'lsa, bir so'm topsa ham shu uyga olib kelib senga beryapti. Sani halol luqma bilan boqmadilar. Eringni unaqa xo'rlamagan, roziliklarini olib yashagan. Sani o'rningda bo'lganimda, hozir erimdan uzr so'rab, qadrlariga yetib yashagan bo'lardim.